Nimaga katta jamoalar oldindagi o'yinchilarni butun stadionga prezentatsiya qilishmayapti? Axir bu zo'r edi-ku. Keling, hozirda shu haqida gaplashamiz. Avvalambor kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, futbol haqida barcha yangiliklardan qolib ketmaysiz. So'nggi xayolimizga keladigan bunaqa misollar bu menimcha Kylian Mbappe hamda Endrikni Real Madrid butun stadionga namoyish etgani. Ammo nima sababdan klublar bu traditsiyadan voz kechdi? Qarabsizki, eng asosiy muammolardan biri bu albatta hammamizni boshimizdan o'tgan Covid kasalligi. Aynan shundan keyin jamoalar yaxshilab o'ylab, faqatgina muhim bo'lgan paytlarda bunaqa narsani ishlatishni boshlashdi. Va bir xillari esa butunlay voz kechishdi. Ikkinchisi esa bu moliyaviy tarzdan ham qimmatga tushadi. Sababi Real Madrid, Barselona kabi katta jamoalar muxlislar bayramdan lahz olishsin-da yangi sotib olgan o'yinchilarni mutlaqo tekinga butun stadionga namoyish etishadi. To'g'ri tushunganingizdek, bunaqa narsalar arzon emas. Va uchinchisi, bunaqa paytlarda futbolchilarga katta bosim bo'ladi. Sababi bitta narsani noto'g'ri qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu jonli efir bo'lgani tufayli buni hech qanaqa klub bekita olmaydi. Shuning uchun hali ham Dembele hamda Vinicius prezentatsiya paytida jonglyorni yaxshi qilisha olmagani uchun ustidan kulib kelishadi. Va ko'plab o'yinchilar bunaqa holatda takrorlanmasligi uchun yumshoq qilib aytganda bundan voz kechishadi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Shularga qaramasdan bu narsani qaytarish kerakmi yoki chinakam shu afsonaviy davrlar o'tib ketdimi? O'z fikringizni izohlarda yozib keting. Va albatta telefoningizga chiroyli futbol fonlarini qidirib yurgan bo'lsangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'ling.